Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun bu videoyimizda ovozimiz juda pastroq bo'ladi, lekin tushunsa bo'ladi. Xo'p, xullas kalom bugun bizda qonli oy chiqadi va biz qonli oyda keladigan zombilardan himoyalanishimiz kerak. Himoyalanish uchun o'zimga bitta yaxshiroq keng joy topalaman va yana aytgancha, bu himoyada uy qurishim, qilich, kamon, o'q otar, xullas qurollardan foydalanishim mumkin emas. Shunday qilib Warden, Golem va shunga o'xshagan zombilarni o'ldiradigan moblarni ham ishlatmayman. O'zimga bitta yaxshi keng joy topaman. Xo'p, mana bu o'ylaganimdaqa yaxshi joy ekan. Mana shu yerda bitta zo'r devor quraman. Darvoqe uyda ishlatiladigan bloklarni ham ishlatishim qat'iyan taqiqlanadi. O'shaning uchun mana bundan foydalanamiz. Hop, yashin tezligida qurib tashlayman o'zi ham. Bunaqa tezlikda unchuncha odam qura olmasa kerak. Hop. Mana tayyor bo'ldi. Ikkinchi qavatini qurib yasab tashlaymizda, ana endi mana bu yerda yog'ochlar bilan to'ldirib chiqamiz. Hop, ana endi tayyor bo'ldi. Endigi navbatda biz o'zimiz uchun zombilarni o'ldiradigan bitta joy tayyorlaymiz. Mana shu oraliqqa men zombilarni qamab, lavaga cho'ktirib yuborishim kerak bo'ladi. Bu har tomonlama qonun qoidalariga mos keladi. Men uyda ishlatiladigan bloklardan foydalanmayman va qurol va zombilarni o'ldiradigan moblarni ham ishlatmayman. O'shaning uchun bu qonunga mos tushadi. Va challenge'imiz ozgina bo'lsa ham qiziqroq bo'ladi. Biz redstone'ni olamiz, mana buni ham olamiz, buni ham olamiz. Nomini bilmaganim uchun buni deyapman va lavani ham olamiz. Mana bu yerga ko'tariladigan devor quramiz. Zombilar kelganda devor tepaga ko'tariladi va ularni qamab qo'yadi. Qamagandan keyin esa biz lava bilan ularni cho'ktirib yuboramiz. Lava bilan emas, ularni lavaga cho'ktirib yuboramiz. Hop. Ya'ni pastdagi yer ham ikkita tomonga tortilgandan keyin zombilarni tagiga ochiq qolib ketadi. Hop, ana endi buni devorni ichkaridan redstone bilan to'ldirib chiqsam, keyin anchagina yaxshi bo'ladi. Hop, shunday qilib endi buni ichki tomonidan ham ashaqa teshib batta yopib olamizda, endi u yoqdan davom ettiramiz. Hop, taxminan mana shu yerlardan teshsam bo'lsa kerak. Ana to'g'ri topdim. Buni redstone bilan davom ettirib, mana bu yergacha olib chiqamiz. Mana bu yerda kovlab, batga ham olib chiqib, keyin yana bitta noto'g'ri bo'lishi mumkin, mana bu yerga olib chiqib davom ettiramiz toki cho'zilgunicha. Xo'p, endi buni shunday qilib nima qilsam bo'ladi? Bu yetmay qolishi mumkin. Buni o'rtasiga masofa cho'zadigandan qo'yib qo'yaman bitta. Mana shundan bitta qo'yib, batga qo'yamizda, choq qilamiz, tayyor bo'ladi. Ana endi buni mana bu yergacha cho'zib, o'zimga qulay joyga olib kelib olsam, taxminan mana shu yerga qo'yib olamiz. Xo'p, ana endi buni teshib, quyosh ham botayib qopti. Mana bu yerda tozalab, batni ham to'g'rilab qo'yishim kerak lavalar bilan chiroyli cho'tka qilib. Hop, ana endi batni tozalab olsam, yashin tezligida keyin mexanizmni o'rnatamiz. Hop, quyoshimiz botishiga hali bor. Tog'ning orqasiga o'tguncha hali vaqt bor anchagina. Hop, ana endi mana bularni yaxshilab kovlab olsam, keyin xullas keyin bo'ladi-da.
Hop, mana hamma narsa tayyor bo'ldi. Ana endi qonli oy chiqishini ozgina muddat kuzatib turamiz. Ana ko'rinyapti qonli oy. Hop, mana buni tushirib qo'ysam, mana buni yoqib qo'ysam, mana endi tayyor bo'ldi. Hop, endi qonli oy chiqishini kutamiz, zombilar kelishini ham kutib turaman. Qizil oy ham chiroyli ko'rinar ekan, osmonga o'zgacha bir chiroy bag'ishlayapti. Mana zombilarni qamab olmaganman o'sha. Hop, mana bu yerda to'plangan zombilarning ko'pligini qaranglar. Eng qizig'i bu hali patir uchidan ushoq deydi-ku, o'shanaqa. Xo'p, mana endi bu zombilarni bir narsa qilib mana bu yerga olib kelib, bu yerga kirgizishimiz kerak. Bu yerga kirgandan keyin zombilarni hammasini mana bu bilan tushirib qo'ydim. Bular bu yoqqa kiradi, zombilar meni yeyish uchun. Mana zombilarim kiryapti, urmay. Xo'p, xullas mana buni ham urib oldim. Mana urgani uchun zombilar bu yoqqa yig'ilib kiradi. Yig'ilib kirgandan keyin biz bularni bitta to'plab mana yopdim, qamaldi. Endi bularni bitta to'plab lavaga tashlab yuboramiz. Zombi go'shidan shashlik. Xo'p, ana endi bitta tun, ya'ni qonli oy tunini o'tkazdirib olsam, mana shu yuzlab zombilar bilan hop, challenge-ni bajargan bo'laman. Eng qizig'i zombilar bu yoqqa o'tishi amri mahol, o'shaning uchun xavotir olmasam ham bo'ladi. Hop, zombilarni o'lishini ko'rish uchun mana shu yerdan kuzatish yaxshi. Zombilar nihoyatda darajada ko'p. Buncha zombi bilan qilich bilan ham urushib bo'lmasdi. Nazarimda eng to'g'ri yo'l shu. Mana zombilar qanday chiroy bilan o'lyapti. Qani tosh hammang bitta sakrab tushasanlar. Hop, agar kimgadir Minecraftdagi zombilar qayerdan kelgani qiziq bo'lsa, keyingi qismda mana shu zombilar haqida bitta detektivniy janrda video olaman. Voy yo zombilarni ko'pligini. Hop, endi bularni bir narsa qilib qafasga kirgizishim kerak. O'zi qafasim ham to'la zombi. Bularni o'ldirib bo'lib keyin qafasga kirgizishim kerak qolganlarini. Xudo, buncha zombini o'ldirishda o'zi bo'lmaydi. Menga ham qiyin. Xo'p, endi shunday qilib bu zombilarni kechqurni bilan o'ldirishga majburman. Nechta zombi o'lib ketdi. Bulardan tushadigan darajalar Ender Dragondan tushadigan darajalardan ham ko'p bo'lsa kerak. Lekin birontasining darajasini olganim yo'q, chunki hammasi lavaga tushib o'lib ketyapti. Hop, qonli oy ham tog'iga yaqinlashib qoldi. Hech qisi yo'q, yana kutamiz. Ungacha mana bu zombilarni qafasimga olib kelib qirib tashlayman. Bittalab yakson qilaman har bittasini. O'ldiraman, yo'q qilaman. Xullas, nimadir qilaman. Bu zombilar juda ham sekin harakat qilganligi uchun 2x da ko'rsatishga majbur bo'lyapman videoni. Xudo, bularni kelishini kutguncha meni miyalarimni tomiri tortishib ketgan. Xo'p, shunday qilib zombilarimiz kiraveradi. Men esa zombilarni o'ldiraman. Qonli oy qachon botadi, zerikib ketdim. Mana shuncha zombidan hozir zombi shashlik tayyorlaymiz. 3 tasi tepaga chiqib qoldi. Endi to'g'ri bo'ldi. Xullas, narigini ko'tarishim ham shart emas ekan. O'zi zombilar yig'ilib o'lib ketaverar ekan. Lavani yoqsam tamom. Xo'p, endi zombilar tez tushlaringga vaqtim olmasdan. Hop, endi bag'ini sharhlab ham o'tirmayman, zerikib ketdim sharhlashdan. Bu yog'ini bir yaxshi musiqa bilan davom ettiramiz.
music and we get held funky. We bring the fat bass for all you hard style junkies. We got the bass drum locked down and loading. So get your ass up, cause this track's exploding. Exploding. What's in your head? In your head? Something, something, something. What's in your head? In your head? Something, something, something. What's in your head? Xo'p, mana quyoshimiz chiqay deb qoldi, kun ham yorishyapti. Zombilarga roppa-rosa bitta tun chidab berdim. Mana quyoshimiz chiroyli bo'lib chiqyapti. Xullas, xayr.